Qadrdonlar 5 tonnalik hova so'raganlar uchun mana go'zal holatda, ideal sostenada 5 tonnalik hova topib qo'ydim. 2021 yili 68 ming atiga 68 ming probekda turibdi, ko'ringlar mana. Chexol polninglari ham go'zal. Hali chexol qilingandan keyin bir o'tirgan ham yo'q ekan bunga. Endi 68 ming yurgan texnikada kamchiligi bo'lmaydi. Bir qator ko'rsatib qo'yganim yaxshi. Kabinalar radnoy kraskada, faqat orqa bortiga asfaltib qilishib, chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana ko'ringlar, ushkalari ham zavodskoy, ramalari ham juda tiniq holatda turibdi. 2021-yil 10-oy ekan. Ko'ringlar mana. Dizelda turibdi, motor korobkalar ochilmagan. Faqatgina mana palovsida 53 tugini zilligini moslashar ekan. O'ziniga mana tepaga ilishib qo'ygan ekan, mana tepada turibdi. Zaril bo'lsa, ikki tomonga qo'yishib qo'ygan ekan. Endi nimaga bunaqaligini to'g'risi o'zim bilmayman. Bilganlar bo'lsa izohda qoldirib yuborsalaring, bilmaganlar uchun ma'lumot bo'lib qoladi. Mana bortlari yoniga ham ochilar ekan, universal. Bu ayniqsa hozirgi yangi asfalt bo'layotgan mahallalarga juda ham qulay texnika. Sostenasi ideal ekan haqiqatda. Kuzib ichini ko'ringlar, o'ta tiniq holatda turibdi. Quyoshda bilinmayapti, lekin go'zal holatda turibdi. Tiniq. Ko'rib turganlaringiz 0.25 ham ko'plik qilyapti. Kuzib ko'tarishlarni ko'ringlar, vaqt оборот tez ekan lekin. Qoyil. Silindrlar ikkitali ekan. Baquvvat ishlagan ekan lekin. Isuzu'dan ancha baquvvat ekan haqiqatda, lekin bu meni shaxsiy fikrim. Yana fikrlaring bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring. Apparatlik injektor emas ekan, apparatlik ekan. Salon ancha ko'ringlar, masla turibdi lekin texnika. Ishkalat. Niyat qilib like bosgan do'stlarimga shunaqa masla mashinalarni olish nasib qilsin. Probegi mana 68.474 bo'ldi endi. Karoka perdachalar bilan 6 talik. Bunga pilusi akalar, ikkita yangi akkumulyator qo'yib qo'yishibdi. Jild, akkumulyatorlari ham jild. Bu texnikamiz ham Qo'qonda turibdi. Pastga egalar nomerini qoldirib qo'yaman. Xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Narxini 32 ming qo'yganmiz e'lonlarga deyishdi akam. Akam endi 60 kilometrdan keldim. Tushib berasiz deb 31 ming dollarga tushirib qo'ydim narxini. Yana naqd pul bilan kelsalaring savdo qiladigan joyi bor. Bu video roligimizni 5 tonnalik hova Isuzu qidirib yurgan do'stlaringizga tashlab qo'ysalaring manfaatliroq bo'ladi. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa har xil turdagi texnikalarimizdan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, savdolaringizni bersin.